albatta onalarimiz ko'krak sut bezlari chiqdimi, ginekologga olib boring, bo'yni o'stirib endokrinolog ginekologga. Onalarimiz shu paytda tezroq harakat qilish kerak agar qizini bo'yi balon bo'lishni xohlasa. Ya'ni chiroyli, bo'yi balon qizlar hozir juda ham sovchilik kelganda anaqa oladi-yu, talab. Demak, hayz erta boshlansa, bo'y o'sish to'xtaydi va bo'y past bo'ladi. O'shaning uchun albatta onalarimiz ko'krak sut bezlari chiqdimi, ginekologga olib boring, bo'yni o'stirib endokrinolog ginekologga. Albatta bu bo'y o'sishi bilan asosan endokrinolog shug'ullanadi. Ularda zona rosta degan narsa bor, rentgen qilinadi. Rentgen qilinganda asosan o'sha bo'y o'sish zonasi yopiq yoki ochiq deb beradi. Qizlarda asosan hayz kelgan paytgacha o'sish jarayoni bo'ladi. Hayzdan keyin ham bo'ladi. Bu sal sekinlashadi. O'shaning uchun shunaqa holatlarda albatta ginekolog, endokrinologga olib borganimiz yaxshi.